qilib berganlar uchun qancha inson mana shu dinga kirgan. Biz tijoratni ichida 97-yildan beramiz. Men xudo xolisa mart oyida 48 ga kiraman. Mana shu 97-yildan beri bizda hamma balandpastlarni ko'rganmiz. Hamma krizislarni, qarzdagi bosh og'riqlarini, proverkalarini hammasini ko'rgan. Biz va ko'p kaltagini yegamiz. O'sha 28 yillik tijoratdagi bilimni o'zimni bolamga tushuntirgandek tushuntirishimni xohlasanglar, mana bu yerga kelishdik. Endi keyingi mendagi savol tez ko'p narsa o'taymi yo bitta mavzu bugun vaqtni boshqarish yoki faqat pulni boshqarish yoki faqat biznesni boshqarish yoki faqat maqsad qo'yishi bittasiga chuqur kiraymi? Bugun ertaga qaysi biriga yuray deydigan ma'nodagi savolim bor. O'shaning uchun buni ham bir sizlar bilan o'ylab olishimiz kerak. Ungacha yana bir ikkita orqaga hozir men slaydlarim bor edi, texnik tomonlarini nima qildik. Hatto bugungi darsimiz ham mana shu A nuqta B nuqta degan mavzularni o'tamiz. Hozir siz bilan boshladik. Darsni oxirigacha borsak nimadir bilim bilan ketish kerak. Mana bugungi darsimizni men sizlar bilan maqsadlarini, niyatlarini bitta aytib o'taman. Asosiy niyat xudo xolisa oldimizda mana Ramazon oyi turibdi. Ramazon oyida hammamiz ehson, zakot qilishni yaxshi ko'ramiz, berishi. Mana bugungi darsimiz bizani yanvar oyidan bugungacha bir 2 oylik pulli darslarimiz ketyapti. Alloh nasib qilsa martda ham o'shanaga mana shu darslaringiz bo'lsa yaqinlarga tavsiya qilamiz deyishdi. Lekin men bitta narsani bilamanki, pulli darsda hamma qatnasha olmaydi. Pulli darsda hammaning imkoni yo'q. O'shaning uchun Ramazon oldi bu darslarimizni o'ziga yarasha bir ehsoni, zakoti sifatida qabul qilishinglarni so'raymiz bugungi dars. Chunki hammamiz bir yaxshilik qilsak, ayniqsa Ramazonda birga 10, birga 100, birga 1000 degan narsa bor. Bugungi ertaga beradigan darsimiz ilmni zakoti sifatida qabul qilasizlar. Kutuvinglarni bir dona Husan akamdan bir dona narsa olsam yoki Husan ukamizdan bir dona narsa olsam, men ketkizgan vaqtimga, megabaytimga rozi bo'laman va agar yaxshi ilm olsam, mana shu foydali ilm olsanglar, bizning ustozimiz rahmatli dadamiz bor. Ya'ni o'tganlar Rahmonberdi hojatlarni haqlariga duo qilishinglardan umidvormiz. Jamoamizning haqqiga duo qilishinglardan umidvormiz. O'shaning uchun katta kutuv qilmaysizlar. Men ulgurganimcha eng qiyin o'sha 4 ta mavzuni birma-bir o'tishga harakat qilaman. Agar bir dona yaxshi bilim olsanglar, fe'lni keng qilib, sabr bilan eshitishinglarni tavsiya qilamiz. Yaxshi manfaatli ilm olsanglar duo qilasizlar. Yana bitta kelishuvimiz bor. Men hozir ko'rdim, ozgina texnik nimaga moslashib olishim uchun pashsha va asalari haqida muhim bir kelishuv, qoidani kelishib olsak. Ya'ni hayotda ikki xil tabiatdagi insonlar bo'lar ekan. Bir xillari asalariga o'xshar ekan. Asalari istalgan joyda gul qidirar ekan. Istalgan joyda bog' gul qidirib, o'shadan hikmat qidirib, yaxshilik qidirib, asal qilib insonlarga berar ekan. Pashshaga o'xshagan odamlar ham bor ekan. Istalgan narsadan hali kechirasiz, axlatni, bo'qqa qidiradigan odamlar bo'lar ekan. Men o'ylaymanki, bugungi auditoriyamiz hammasi asalari insonlar yig'iladi. Ya'ni har bitta gapdan hikmat qidiradi. Har bitta gapdan bir yaxshilik, ilm qidiradi. Agar mendan ayb qidirsanglar, men o'zim 100 ta ayb aytib beraman. Pashshaga o'xshab meni qo'limdan kir qidirsanglar, bu o'zingizlarning kayfiyatinglarni buzganinglar qoladi. Auditoriyaning kayfiyatini buzganinglar qoladi. Meni kayfiyatimni buzganinglar qoladi. Menga sizlarni eng katta yordaminglar auditoriyada bitta yarimta pashsha yig'ilib qolsa, haydashga yordam beringlar. Ayb qidiradigan, ingliz tilida hater deydi. O'sha pashshani o'zingizlar o'ldirishga yordam qilinglar. Shogirdlar, men bemalol 100% ban qilishga ruxsat beraman. Ya'ni bizdan ayb qidirmanglar, 1000 ta aybimiz bor. Sizlarga o'xshagan oddiy insonmiz. Kelishdiga, o'shaning uchun holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Bugun ertaga asalari bo'lamiz. Bu auditoriyada mendan ilmi, tajribasi kuchli bo'lgan odamlar bor. Menga keraksa dars beradigan odamlar bor. Lekin nimadir bilimga bo'lsa ham ehtiyoji bor insonlar bor. O'shaning uchun bilimi zo'r bo'lsa ham piyalani bo'shatib, bo'sh nima qo'ysanglar, bizdan nimadir ilm yo'qadi. Men bugun kanalimizga biz mana haqimda hozir ko'p vaqt cho'zmaslik uchun ma'lumot jo'natdim. 94-yildan shu bugungacha ilm olamiz.
60 ta davlatda safar qilganman. Magistraturam, bakalavrim hammasi tijorat ilmi, moliya ilmi haqida. Bizneslarimiz 97-yildan boshlab office market, keyin Infactor, Daily, Kanstik, Kansler, minglab xodimlarimiz bor. Lekin Xudo menga Hasan akamga yuqtirgani dars berishdan maza qilamiz. Sababi onamlar umrlari uzoq bo'lsin, matematika o'qituvchisi bo'lganlar. Dadamiz rahmatli san'atga ishqiboz bo'lganlar, tijorat ilmini dadamiz o'rgatganlar. Bugun bizni eng yaxshi ko'radigan loyihalarimizdan bittasi Infactor biznes maktabi. 2017-18-yildan beri biznes egalariga mana shu tijoratda balandpast bilimlarni o'rganadigan bir platforma yaratganmiz. Va 2000 oxirgi bir 2-3 yil bo'ldi, shaxsan prezidentimiz kelib ochib berdilar. Infactor biznes maktabi, biz uchun kadrlar tayyorlaydigan maktabimiz bor. Va My Life Planner darslarimiz, pulni boshqarish darslarimizni shaxsan men o'zim o'tib kelaman. 2018-yildan beri bugungacha 50 mingdan oshiq insonga bepul dars berganmiz. 5 ming, 10 ming insonlar pulli darslarimizda qatnashib keladi. Bir yilda bir marta o'tardim. Mana oxirgi bir yil, 2 yilda, bir yilda 2 marta, ba'zida kuzda ham mana o'tgan bo'lsak 3 martadan o'tamiz. Bu Xudo xolisa mart oyida yana 2-marta o'tadigan darsimizni eng ichidagi sarasi, bir flaga sutdan bir kosa qaymoqni bugun ertaga berishga harakat qilamiz. Darsga ochiq bo'linglar, yengil kuzatinglar. Xudo xolisa men o'ylaymanki, bir dona oladigan ilm sizlarni o'sha asalariga o'xshab hayotinglarni o'zgarishga, yaxshilikka bir sababchi bo'ladi. Demak, bismillah deb boshlaymiz. Xudo xolisa darslarimizni etdik, ko'p narsa kutmaysiz. Agar bir dona yaxshi narsa olsak, Xudo xolisa duo qilasa. Darsimizni reglamentini aytib qo'y, taxminan 15 minut kirishida 1,5 soat ulgurganimcha asosiy mavzuni aytaman. Voy Husan aka, bizga dars qiziq ekan, qadrli ekan, pullik darslaringiz bo'lsa o'qiymiz degan insonlar bor. Kimga qiziq, qadrli desanglar, taxminan bir 9:45 ladami, balkim sal surildik 10 ladan 10:30 o'sha mart oyida bo'ladigan yopiq darsni taqdimotini qilamiz. Pashsha bo'lmasanglar, bizga qiziq, qadrli etsangiz o'qirdim desanglar, uni taqdimotini qilamiz. Va oxirigacha o'tirganlarga bonuslarimiz bor. Bonuslarimiz Xudo xolasa o'sha pulli darslarimizdan men bepul darsni oxirigacha sabr bilan fe'lini keng qilgan odamlarga beramiz va o'sha darslarga yozdiriladigan boshqa paytda savol-javob qismimizni qilamiz. Kelishdiga, yo'q Husan aka, bemalol hamma ishimizni yig'ishtiramiz. 11 emas, 12 gacha ham xizmat qilsangiz, charchamasangiz biz kutamiz desanglar, uni ham yozinglar. Xudo xolisa mana shuni qilamiz. Haqqimizga duo qilasizlar, demak boshlaymiz. Sovg'alarni aytdik, oxirigacha o'tirganlarga nima sovg'a bor desanglar, demak ehtiyojlar davri haqida men mavzu gapiraman, lekin har bittasini tahlili bor. Kamida 5 ta o'sha pulli darslarimizda videoni oxiriga o'tirganlarga beramiz. Moliyaviy maqsadlar piramidasi, moliyaviy qarzdor odamdan moliyaviy mustaqillikkacha bo'lgan darslarim bor. Kamida 4 ta video, adashmasam undan ham ko'p, oxirigacha o'tirganlarga shogirdlar buni hadya qilasizlar. Va bugungi darslaringizni ulgurmadik, tez etyapsiz. Slaydlarini, boshqalarini bo'lsa zo'r bo'lardi desanglar, bugungi darsga eng sara materiallarni PDF'ini oxirigacha o'tirganlarga Xudo xolisa alohida yopiq Telegram kanal ochib naqlamiz va kimga oxirigacha o'tirsa, o'sha martdagi darslar menga qiziqsa, eng zo'r ishimga berilmaydigan baholari e'lon qilamiz. Kimni nasibasi qo'shilgan bo'lsa olamiz. Demak, kelishdik, oddiy odamlarga moslab boshlaymiz. Darsni demak boshladik. Tayyor bo'lsanglar, bloknot ruchkani olinglar. Qanaqa g'oya kelsa, kelganda o'zingizga yozib qo'yinglar. Hatto shu dars ham yo'l. Mana hozir A nuqtadamiz. 2 soatdan keyin, 3 soatdan keyin yoki ertaga siz nimadir bilim bilan ketishingiz kerak. Mendagi Xudo yuqtirgan bilim bu vaqtni boshqarish va pulni boshqarish ilmi va tijoratni boshqarish ilmi. Sizlarga shu bilim kerak bo'lsa, men shu doktor, shu kasalliklarning doktoriman. Bichishni o'rgata olmayman, pishiruvni o'rgata olmayman, psixologiyani o'rgata olmayman, arab tilini o'rgata olmayman, lekin shu ilmlar qiziq. Men hali aytdim, so'rovnoma o'tkazdik, hozir bu yerda vaqtinglarni ketkazmayman. So'rovnoma natijasi nima ekan deb qilganimizda asosiy 4 ta muammoga keltirdik. Birinchisi, aka, men maqsad qo'yishni bilmayman. Qanaqa yoziladi, qanaqa qilinadi? Demak, birinchi bob maqsad qo'yish ilmi. So'rovnomani YouTube'da o'tkazinglar. Ikkinchisi, vaqtni boshqarishni bilmayman. Men muammo unga vaqtim yetsa, bunga yetmaydi.
yetmayapti, vaqtingiz bo'lsa oldingizga kelsam deydigan ma'nodagi savollar, iltimoslar ko'p. Sizga shu 4 ta savoldan qaysi biri eng qadrli? Yozinglar, menga qiziq. Men shunga qarab qaysi mavzuga ko'proq fokus beray, qaysiga kamroq. YouTube'da faqat bitta javob tanlash imkoni bor ekan. Menga ko'rinadigan qilib turinglar, yigitlar. Ekranimga ko'rinmayapti. 1000 ta odam ovoz berdi, ekranimga ko'rinadigan bitta odam mana shu kompyuter oldida o'tirsin. Demak, mana men hozir ko'ryapman, birinchi muammo maqsad qo'yish ilmini bilmayman, 46%. Ikkinchi muammo pulimni boshqarishni xohlayman. Uchinchisi vaqtimni boshqarishni xohlayman. To'rtinchisi biznesimni boshqarish ilmi kerak. Ya'ni tijorat boshlamoqchiman yoki tijorat boshlaganman, bankrot bo'ldim, muammo bor, kadrlarda unda-bunda. Demak, kelishdik. Mana hozir eng katta narsa 2000 ta odam men hozir ko'ryapman, 2100 ta, 2200 ta odam ovoz berib bo'ldi. Birinchi masala maqsad qo'yish ilmini bilmayman. Maqsadni qanaqa qo'yish kerak? Qanaqa to'g'ri qo'yish kerak? Chunki har bitta narsada maqsad bor. Darsimizda ham maqsad bor. Hayotimizda vaqtimizni boshqarishda ham maqsad bo'lishi kerak, pulimizni boshqarishda ham, tijoratni boshqarishda ham birinchi mavzu maqsaddan boshlandi. Demak, zo'r bo'ldi. Men siradan bilib oldim. Birinchi bugun fokusimizni maqsad qo'yish ilmiga beramiz. Ulgursak vaqtni boshqarish ilmiga beramiz. Ulgursak pulni boshqarish ilmiga beramiz. Ulgurmaganlarimizni Alloh nasibcha ertaga suramiz. Bugungi darslarni ertaga qaytarmaymiz. O'shuning uchun o'tirib olib fokusni bir joyga jamlanglar. Zapis berilmaydi, oxirigacha o'tirganlarga hamma ishni yig'ishtirib, meni chalg'itmagin deb telefonlarni, uydagilarni chalg'itmasdan shunga e'tibor bilan eshitishinglarni xohlayman. Bu darsni o'ziga kamida $100 to'lagandek eshitishinglarni tavsiya qilaman. Korzinkaga borib $100 to'lasangiz hech nima ko'tarmay chiqib ketmaysiz-ku. Ya'ni shu bugungi dars o'ziga kamida $100 to'lab eshityapman deb qarashinglarni xohlayman. Chunki aslida bu dars $100 emas, undan qimmatligini tushungan odam tushunib oladi. Kelishdik-a? Demak, birinchi mavzuni maqsad qo'yish ilmidan boshlaymiz. Maqsad qo'yish A nuqta B nuqta. Hatto bu darsimizda A nuqta B nuqta bo'lishi kerak dedik. A nuqta har bitta insonning bugungi hozirgi holati, B nuqta qayerga bormoqchiman. Ya'ni eng oddiy misol, Yandexni chaqirsak, qayerga bormoqchiligimizni belgilaymiz va Yandex qayerga kelish kerakligini belgilash kerak. Noto'g'ri lokatsiyani bergan bo'lsangiz, uyingiznikini noto'g'ri joyga boradi. O'shaning uchun hozir biza qaysi holatda biza nima muammo borligini aniqladinglar. Demak, muammo maqsad qo'yishni bilmayman, vaqtni boshqarishni bilmayman, pulni boshqarishni bilmayman, biznesni boshqarishda bilmayman yoki bilim yetmayapti, tajribam yetmayapti. Demak, A nuqtani aniqladik. Shu muammomiz bor. B nuqta nima desa, B nuqta nima orzularimiz bor, nima maqsadlarimiz bor degan ma'noda ketadi va shuni ilmi vaqtni boshqarish va pulni boshqarish ilmi. My Life Planner'da tarixi bor. Men 2002-yil Amerikada borganda bitta senator menga My Life Planner degan darslik bergan. O'zim uchun 2002dan 2017-yilgacha tutib kelganman. Har yil bu darsni nima video, nima kitob, nima ilm, nima kurs bo'lsa hammasidan olib, mana shu bugungacha 80 betlik o'zim uchun meni hayotiy rejalarim degan kitobim yig'ilgan. Bu vaqtni, umrni boshqarish atrofidagi kitobdir. Lekin keyinchalik tushunganmanki, maqsad qo'yish xohlasa, xohlamasa borib xarajatga borib taqaladi. Oxirgi 2 yilda pulni boshqarish ilmi degan dars o'tyapman. Demak, bu ikkalasi Hasan va Husanga o'xshagan narsa. Insonning hozirgi A nuqtasi, muammosi bor, insonning orzulari bor, maqsadlari bor. Erishmoqchi bo'lgan orzu, havas, niyat, muammoni hal qilish, boshqa, ya'ni B ga borish masala bor. Ana shu ikkalasiga borishga bizga navigator kerak. Yo'l yo'riq ko'rsatadigan ustoz kerak. Bitta joydan ikkinchi joyga chiqsangiz, hozir eng zo'ri Yandexni yo Google kartasini yozsangiz, chapga yur, o'ngga yur deb sizni olib boradi. Insonni erinchoq qo'yadi. Xuddi shunaqa hayotda istalgan narsada ko'nglimiz to'lmayaptimi? Nimani xohlayotganligimizni bilish va unga bizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan ustoz bo'lsa, biz tezroq boramiz, adashmay boramiz, radarga tushmaymiz, yamaga tushmaymiz. Demak, bizni vazifa, bizni niyat bugun ham shu. Demak, birinchi bob maqsad qo'yish ilmi. Boshladik-a, ketdik. Kecha sizlarga Telegram kanalimizda orzu maqsad bo'yicha mana shu jadvalni tashlab bergan edik. To'g'rimi? Kim shu jadvalni ko'rdi? Mana hozir so'rovnoma qilinglar, menga bilib oling, kim shu vazifani qildi? Agar kecha shu jadvalni olib to'ldirgan bo'lsanglar, ha 100% to'ldirdim, hatto joyim yetmadi degan birinchi javobni tanlaylar. Yo'q, men qisman to'ldirdim, lekin oxirigacha yo'q ulgurmadim, vaqtim bo'lmadi, u bo'lmadi desanglar, ikkini qo'yinglar. Uchinchisi, boshladimmi, tushuna olmadim, savollarim bor desanglar, 3 belgilaylar.
ko'rmay qolman bu jadvalni desanglar to'g'ri qo'yinglar. Men auditoriyani bilib olaylik, nechi foiz odam haqiqatan ham bajardi, nechi foiz qisman to'ldirdi, nechi foiz tushuna olmadi, nechi foiz haqiqatan ham ko'rmay qolman desanglar, demak bu mana shundan boshlanadi. Hozir men ko'ryapman, atiga 19-18% odam 100% to'ldiribdi. Men ko'rib qisman tanishdim 17-18%. Qisman to'ldirganlar 6%. Tushunmadim. Savollarim bor degan ma'noda 11%. Demak, tushunmadim, umuman ko'rmadim degan auditoriyamiz hozir 77% auditoriya ekan. Demak, kelinglar ommaga moslashamiz. Demak, men tushundimki, demak problema bor. Bir darsimizni boshladik dedik. Demak, men sizga bugun agar ko'rmagan bo'lsanglar, bugun oxirigacha o'tirganlarga shogirdlar mana shuni PDF materialni uyga vazifa sifatida tashlab beramiz. Mana sizlarga men o'zim qanaqa maqsad qo'yishni nima qilaman? Maqsad qanaqa qo'yaman desanglar, mana shu jadvalni berganmiz. Jadvalga yoniga namuna qo'shib berganmiz. Tushunmadim deganlarga, ko'rmadim deganlarga men namuna beraman. Masalan, har bir insonning maqsadi bor. Bu meni namunam. Kimdir ilm olish xohlaydi, kimdir mana Ramazon oldida turibdi, bir 30-porani yodlashim kerak deydi. Kimdir pulimni 2x oshirishim kerak deydi, kimdir qarzimni yopishim kerak deydi, kimdir menga o'xshab 4-5 kilo vazn tashlashim kerak deydi, kimdir shu yil ota-onamni umraga olib borishim kerak deydi, kimdir o'zimga bir telefon olishim kerak, kompyuter olishim kerak, televizor olishim kerak. Ya'ni nimadir olishim kerak degan maqsadlar bor, orzular bor. Mashina olish kerak deydi masalan, yoki ota-onasini licheyniga olib borish kerak, yoki o'zini tishini davolash kerak, yo ayolini, yo turmush o'rtog'ini, yo farzandini kimnidir davolatish kerak. Ya'ni xayolingizdan o'tgan nima orzu, maqsad, rejalaringiz bor bo'lsa, mana shu namunani men sizga berdim. Buni yozishni boshlaysizlar. Ya'ni shu yil 2026-yil oxirigacha nima masalani yechsangiz, B nuqtada siz o'zingizdan xursand bo'lasiz, mamnun bo'lasiz. 26-yilni o'zini aytayapman. 5 yillik umr davomidagi maqsadlar bor. Meni planerimda har bitta maqsadni 30 tadan maqsad qo'yadigan darsliklarim bor. Uni endi mart oyidagi darslarimizda batafsil o'rgataman. Hozir vaqtinglarni olmoqchi emasman, lekin birinchisi hech bo'lmaganda o'sha 12 talik jadvaldan boshlashinglarni tavsiya qilaman. 12 talik jadvalni qani menga ekranga chiqaringlar yana. 12 talik mana shu bo'sh jadvalni beraman. Sizlar darsimizdan keyin bugunmi, ertagami, indimi, xotirjam bepul darsdan olgan birinchi jadvalingiz shu bo'lsa, ya'ni bu sizni B nuqtangiz. Qatga bormoqchisiz? Hali uchastkaga yer olsak, to'g'ri o'tib olsak, qanaqa uy qurmoqchisiz? 1 etajlikmi, 2 qavatlikmi? Podvali bilanmi, podvalsizmi? Mansardi bilanmi, mansardsizmi? Ya'ni chizamiz-ku. Moddiy imkoniyatimizdan kelib chiqib, men shu xohlayman, birinchi qavatda oshxona qilaman, mehmonxona qilaman, ota-onamga spalni qilaman, boshqa qilaman, ikkinchi etajda o'zimga, farzandlarimga, ya'ni yotoqxona qilaman, anaqa qilaman deb o'zimizcha proyekt chizamiz. B nuqta bu insonning proyekti. Sizni orzularingiz, sizni maqsadlaringiz nima? Hech bo'lmaganda 2026-yilga 10 tami, 12 ta maqsadingiz nima? Mana shu narsani aytdik. Namunani ham berdik. Bu namuna Hasanga to'g'ri kelgan gap, Husanga to'g'ri kelgan. Har bitta odam o'zini yoshidan, o'zini moliyaviy holatidan, o'zini farzandlar sonidan kelib chiqib, o'zini maqsadi bor. Kimdir o'ylanmagan o'zini maqsadi bo'ladi. Kimdir oilali bo'ladi. Men bugun ehtiyojlar siklini yoshlar bo'yicha mavzuni tushuntirgandan keyin shunday tushunib olishinglarni xohlayman. Bu 26-yilga. Lekin sizni 26 emas, 26-30-yillarga maqsadingiz bo'lsa, 5 yillik hayotiy strategiyalar degan mavzularni o'rgatishga ulgursam harakat qilaman. Hech bo'lmaganda 5 yillik strategiyalarni qo'yishlar kerak. Lekin bu namuna, bu andaza xohlagan yilga, hatto xohlagan oyingizga, hatto kelasi 10 ta shaxsiy maqsadlarim, 10 ta oilaviy maqsadlarim, 10 ta ishimdagi maqsadlarim desangiz ham kopiya qilib bemalol chiqarib olasiz. Yoki 10 ta shu oydagi maqsadim, 10 ta shu kvartaldagi maqsadim, shu yildagi, shu 5 yildagi yoki umrim davomidagi maqsadlar deydigan ma'noda tushadigan